İkinci növbətlik sözlügüçü qarindişimiz Ballar Taraqqiyot bölümüdün Farida və Qalbinur. Temisi bolsa ballar və oyun. Assalamu alaykum savoqdoshlar, mushaqlar xayrli bo'lsin. Men va do'stim Farida bu qatim ballar uchun eng muhim bo'lgan o'yin to'g'risida so'zlab berishni to'g'ri topdik. Undaq bo'lsa boshlab ketaylik. Eng ixcham shaklda elib aytgan vaqtimizda o'yin bo'lsa ballarga intayin foydali bo'lgan o'rganish va ko'ngil echish vositasi hisoblanadi. Ballar o'yin o'ynash orqali hayotni tunuydi, o'rganadi va vaqtni ma'nilik o'tkazalaydi. Shuningdek xushallik topalaydi. Endi cho'nglarga nisbatan paranglashish aloqa vositasi bo'lganga o'xshash o'yinmi ballarning aloqa vositasi hisoblanadi. Ya'ni ballar o'yin o'ynash orqali bir-biri bilan aloqa qura oladi. Yana bir tarafdan ballar ko'rganlarining hammasini o'yinda ifodalaganlik uchun o'yin ballarni tushunishda intayin muhim rolga ega. Ballar odatda ifodalagan yoki tushuntiramagan narsalarni mutaxassislar ularni ko'rsatish orqali bayqay oladi. Ba'zi narsalarni bizga aytishni xohlamaslik mumkin. Kayfiyatlarini nimaga xafa bo'lib, nimada xushal bo'lib, qildiganlarini bizga deb berishni xohlamaslik mumkin. Mutaxassislar ballarni ko'rsatish orqali ballarning taraqqiyotidagi ba'zi masalalarga diagnoz qo'yib, shu masalalarni qarta davolash olib bora oladi. Endi yig'ib aytsa, ijodchan, tasavvur kuchi mo'l, mustaqil hamda o'ziga ishonadigan ballarni tarbiyalab chiqarishimizda o'yin asosiy rol o'ynaydi. O'yinning tuandikdek nazariyalari bor. Bular klassik nazariya aqimi, ruhiy analiz aqimi, bilish taraqqiyot aqimi degandek turlar bilamiz. Qaraydigan bo'lsak, ballar o'yinning kelib chiqish asoslari cho'ng ikki turga bo'linadi. Birinchisi fiziologik asos, ikkinchisi estetik asos. Fiziologik asosning eng muhim nuqtasi bo'lsa, badan organizmlarining taraqqiy qilishining o'yin o'ynashga ehtiyoj bo'lganligi hisoblanadi. Estetik asosda eng muhim bo'lgan nuqta bo'lsa, ruhiy lazzat asos qilingan bo'lib, u estetik to'qinish va estetik bahor orqali gavdalanadi. Oxirida yig'ib aytsak, endi ballar o'yin orqali texnik yaxshi taraqqiyot ruhsatiga erisha oladi. Ballarning o'yinga bo'lgan erishmanligi ichidan keladigan bo'lg'achqa, o'yin o'ynash orqali his tuyg'ularini to'yindira oladi va o'yin ballarni cheklimlardan uzoqlashtirib, o'z hissiyotini xotirjam ifodalaydigan sharoit hozirlab turadi. Mening so'zlaydiganlarim o'shagicha, keyinni do'stim Farida anlatadi. Navbatda meni anglatmoqchi bo'lgan mazmunim bo'lsa, o'yinning alohidligi. Ballar tug'ilishi bilan o'yin o'ynashni bilib ketmaydi. Ma'lum yoshga to'lgandan keyin atrofidagi ijtimoiy muhitning ta'sirida har xil harakatlarni qilib boqis keldi. Shuning bilan o'yinga ehtiyoj tug'ildi. Bu sababdan o'yinni ijtimoiylikga deb aytamiz. Ballar o'yin o'ynayotgan vaqtda ularning psixikasida tafakkur, qiziqish, xushallik, harakat va til qatorliq omillarning hammasi biroqla mavjud bo'lib tura oladi. Bu bir qator psixikalik omillarning birikishi orqali o'yin qiziqarli, konkret va to'qim xarakterga ega bo'ldi. O'yin bo'lsa, inson yashayotgan ijtimoiy turmush sharoiti bilan zich bog'lanishib bo'ldi. Toki ibtidoiy jamiyatdan tortib ta bugunga qadar bu ballarning o'yinlari har xil shakllarda ifodalanib keldi. O'xshash bo'lmagan tarixiy sharoitda ijtimoiy turmush sharoiti o'xshash bo'lmaganlikdan ballarning o'yinining mazmuni o'xshash bo'lmaydi. Masalan, biz kichik vaqtlarimizda daraxt yo'qolmagi, loy degandek narsalardan o'zimizcha tomoq etib, bir-birimizni mehmon qilishib, mehmondoshlik o'yin o'ynaydik. Ammo hozirgi davrimizdagi bolalar bo'lsa, asosan elektronli o'yinlar qarab yuzlandi. Endi o'yinning alohidliklarining yana bir turi bo'lsa, tafakkurning qatnashishi. Bolalarning o'yin o'ynash jarayonidagi eng xalqlik psixikalik omil bo'lsa, tafakkur bo'lib hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, bolalar o'yin o'ynagan vaqtda ko'pincha hollarda o'zining cho'ng kishilarning rolini olib o'ynashga amroq qildi. Xuddi o'g'il bolalar saqchi va yoki dushmanning rolini olib o'ynagandek va yoki qiz bolalarning bo'lsa, o'zining opasining yoki o'qituvchisining rolini olib o'ynaganga o'xshash. Bunday rol olib o'ynash albatta tafakkurning yordamidan ayrilolmaydi. Endi o'yinning turlariga kelsak, o'yinning turlari haqida davomli psixolog Jamhagir bolalarning yosh alohidligini o'lcham qilib turib, bolalar o'yinlarini 0 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga uyg'un bo'lgan mashg'ullantirish xarakterli o'yinlar
va 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga muvofiq keladigan sumumluq o'yinlar va 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarga muvofiq keladigan qoidalik o'yinlar deganda bir necha turga bo'lgan. Men bu yerda o'yinniki umumiy tuzish alohidaligi va kelib chiqish xarakteri bo'yicha bizningki o'zimizning Uyg'ur bolalar o'yinlariga tatbiqlagan asosda taqlidiy o'yinlar, baslish o'yinlari va tasavvur o'yinlari deb 3 turga bo'lishni muvofiq ko'rdim. Bu resimni ko'rib, balkim hammalarning kichik vaqtlarida do'stlar bilan birga o'ynagan ashu go'zal minutlar yodingizga yetgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan bolalar o'yin o'ynagan vaqtda eng chong xushallikqa erisha oladi. Endi biz yuqorida bolalar o'yinlarini 3 turga bo'lgandik. Buningki birinchisi taqlidiy o'yinlar. Bu taqlidiy o'yinlar o'z ichidan 3 turga bo'lindi. Ya'ni buning birinchisi bo'lsa, emgak faoliga taqlid qilingan o'yinlar. Bu yerda qilingan emgakniki mazmun doirasi nihoyat keng bo'lib, dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik va har xil hunar kasbdan o'z ichiga oldi. Masalan, bizniki Uyg'ur bolalar o'yinlaridan buni misol olib aytadigan bo'lsak, o'qiya, qarg'a etish degandek o'yinlar shu o'yinlarning turidan hisoblanadi. Endi ikkinchisi bo'lsa, murosa faoliyatiga taqlid qilingan o'yinlar. Uyg'ur bolalar o'yinlari bizniki millatimizning urf-odatlarini o'ziga mujassam qilganlikdan ma'lum darajada an'anaviy urf-odatlarimizni o'yin vositasi orqali bizning avlodlarga yetkazish alohidaligiga ega. Dunyodagi har qaysi millatlarning jo'grafiyalik muhiti va qimmat qarashi o'xshamasligi tufayli shakllangan marosim faoliyatiga taqlid qilingan o'yinlarga misol olgan bo'lsak, bizningki Uyg'ur qizlariga xos bo'lgan choch o'rish, o'smin qo'yish degandek o'yinlar mushunga tipik misol bo'la oladi. Endi buningki 3-tur bo'lsa, urush, jang faoliyatlariga taqlid qilingan o'yinlar. Bu turli o'yinlar balkim ismidan bilib olgan bo'lishinglar mumkin. Asosan o'g'illarning o'ynishiga bakrak mos kelgan o'yinlar. Chunki o'g'illarda jismoniy ustunlik egallash ham boshqalarning har jihatdan yemish qarashi bo'ldi. Mana bu sabablar bo'lsa, urush jang faoliyatlariga taqlid qilingan o'yinlarni o'g'illarniki yoqtirib o'ynaydigan o'yinga aylantirgan. Biz kundalik turmushimizda oila bo'lsin va yoki ko'ch-ko'ylar bo'lsin, o'g'il bolalarniki yolg'on to'pponcha va miltiq degandek o'yinchoqlar bilan bir-birini etishib, urush jang o'yin o'ynayotganligini uchrata olamiz. Mana bu shunday o'yinlar bo'lsa, bu urush jang faoliyatlariga taqlid qilingan o'yinlarning qatoridan hisoblanadi. Endi biz o'yin 3 turga bo'lgan, uning ikkinchisi bo'lsa, baslish o'yinlari. Bu baslish o'yinlari o'z ichidan bir qaysi turlarga bo'linadi. Buningki birinchisi bo'lsa, chaqqonlik va tezlik bilan baslashni asos qilgan o'yinlar. Buni misol olib aytgan bo'lsak, biz kichkinimizda o'ynagan to'p qo'g'lash o'yini, amdiki bir-birimizni qo'g'lashib o'ynaydigan yugurish o'yini degandeklar shuni misol bo'la oladi. Endi ikkinchisi bo'lsa, kuch ko'rsatish bo'yicha baslashni asos qilgan o'yinlar. Qo'l qayrish o'yini degandeklar buni misol bo'la oladi. Uchinchisi bo'lsa, barmoq mahorati bo'yicha baslashni asos qilgan o'yinlar. Buni yana biz biladigan qaychalata degan bu o'yin, anamikin barmoq yo'qotish o'yini degandeklar bo'ldi. To'rtinchisi put mahorati bo'yicha baslash o'yinlari. Buni misol olib aytadigan bo'lsak, o'g'il bolalarniki eng yoqtirib o'ynaydigan futbol, anamikin biz kichkinimizda o'ynab qolmaydigan tepkish tepish o'yini degandeklar shunga misol bo'la oladi. Endi qarg'a ilish o'yini, qarg'a ilish va nishonlash mahorati bo'yicha baslashni asos qilgan o'yinlarga misol keltirib bersak, maktabda o'qiyotgan vaqtimizda yiroq ekib o'ynaydigan bir xil to'p bor. Uni chuyum to'p deydi, sizlar bilamizlar bilmadim. Odatda eg'irligi 2 kilodan 5 kilo atrofida keladi. Shu chuyum to'p, andikin saq o'yini, ragatga, andikin qiz bolalar yoqtirib o'ynaydigan sabur degandeklar shu o'yinning turidan bo'lgan. Endi yana bir tur bo'lsa, hushyorlik, sezgirlik bo'yicha baslashni asos qilgan o'yinlar. Buni misol olib bersak, dungun o'yini, andikin yumloq chambar bo'lib o'ynaydigan yog'liq tashlash o'yini, andikin qora qushlar degan o'yinlar shunga tipik misol bo'la oladi. Til mahorati bo'yicha baslashni asos qilgan o'yinlar. Tepish o'yini, qofiya tuzish degandek o'yinlar shunga tipik misol bo'la oladi. Endi o'yin turimizningki eng
eng oxirgisi bo'lsa tasavvur o'yinlari. Tasavvur o'yinlari o'z ichidan o'xshatma ko'rinish o'yinlar va sinovli o'yinlar deb ikki turga bo'linadi. Birinchi bo'lsa o'xshatma ko'rinish o'yinlar boyan so'zlab o'tgan taqlidi o'yinlardan tuzish jihatdan ko'p tarafini etmaydi. Ammo unga ma'lum nisbatda tasavvur omili qo'shib o'yinni texmo qiziqarli bir tusga kirgizadi. Bunga bir misol berib aytsak, bir daraxt quchoqlab tursak, elimizdan bir qancha bola quchoqlaydigandan keyin yana bir-biridan tortadigan bir chang'ur yugurish o'yini deb bir o'yin bor. Esinglarda bormi yo'q bilmayman. Bizdek o'ynaydik kichik chog'imizda. Mush o'yin misol bo'la oladi. Yana bir misol esa eshik mindi o'yini. Bu qaysi o'yinda qamoqlandi? Bir o'yinimizda kendin ya bir dünyasiga ortiqlik o'ynaydigan o'yin bor. Bu o'yinni hozir oilalarda bolalar aslida ko'p o'ynaydi deb qarayman, chunki dadlar normalda o'zining himoyatini, sevgisini ta'zimni ifodalashda til orqali ifodalab ketmaydi. Mana shunday o'yinlar orqali o'zining sevgisini ifodalab beradi. Endi bir o'yin turiga kelsak, sinovli o'yinlar. Bu o'yinlar o'xshatma ko'rinish o'yinlardan sinovli ma'niga ega bo'lish alohidligi bilan farqlanib turadi. Buni misolini bersak, oq terak, ko'k terak deb bir o'yinimiz borki, ikki guruhga bo'linib o'ynaydigan bu o'yin bo'ldi. Undan keyin qara qushlar degandek mana shunday o'yinlar bu sinovli o'yinlar qatoridan hisoblanadi. Bizning bugun anlatmoqchi bo'lgan mazmunimiz shunchalik, balkim anlash jarayonida ba'zi bir xatoliklardan yoki takrorlanib ketgan so'zlar degandek xatoliklar sodir bo'lib qoldi. Shunga hammalarni to'g'ri tushunishini so'rayman. Oxirida hammalarni anglab berganlar uchun chempionimizdan rahmat aytamiz. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Bergan leksiyasi uchun Farida va Qalbin qarindishimizga ko'p rahmat. Haqiqatan yaxshi leksiya bo'ldi. Hozir o'sha bolalarning yetilishida o'zining keshiga munosib bo'lgan o'yinlarni o'ynashi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Yetilishida sog'lom o'sib yetilishida. Hozir davrimiz uchur texnik davri bo'lg'achqa, telefon, kompyuter yoki o'yinlar pek avjab ketib bolalarning shu normal yetilishi yoki bo'lmasa uydan sirtga chiqmay uyning ichida o'ynab ijtimoiy aloqadagi sustlik bo'lsin yoki ba'zi o'yinlardagi nachar ideyalar qabul qilinishi bo'lsin, bu bir kirilish bo'lib kelyotdi. Bergan leksiyasi uchun ko'p rahmat. Shunda sanab o'tgan leksiyadagi o'yinlarni qaytadan bolalarimizni tirildirib, o'yinlarni qaytadan hayotimizga boshlab kelishimiz nihoyatda zarur deb qarayman. Bergan leksiyalaringlar uchun ko'p rahmat.